O'zini joniga qasd qilmoqchi bo'lgan odamlar uchun dunyoda 3 ta eng mashhur joylar bor. Eng birinchisi bu Yaponiyadagi Aokigahara o'rmoni. Ikkinchisi Kaliforniya shtati San Fransiskoda joylashgan The Golden Gate Bridge ko'prigi va uchinchisi biz hozir turgan Las Vegas shahri. Afsuski, har yili bu yerga kelgan 500 ta turist o'zini joniga qasd qiladi, chunki bor pulini kazinoda yutqizadi. Shuning uchun ham bu yerda agarda 100 dan ortiq mehmonxona bo'lsa, bittasida ham balkon yo'q. Bitta ham mehmonxonada oyna oxirigacha ochilmaydi. Va shunda o'zini joniga qasd qilmoqchi bo'lgan odamlar shu yerga, Las Vegasning eng baland binosi stratosferaga kelib 350 metrli tepalikdan o'zini tashlab olishardi. Hattoki mana shunday qurilgan panjaralar ham yordam bermasdi. Shunda hukumat bir qaror qabul qilgan va o'sha paytdan boshlab bu yerdan odamlar o'zining joniga qasd qilaman desa ham qila olmaydi. Bilasizlar nimaga? Chunki hukumat mana shu binoda shunday bir uskunani o'rnatgan. Mana marhamat. Odam qanchalik chiqishga harakat qilmasin, unda hech narsa chiqmaydi. Va bu degani xavfsizlik nuqtai nazaridan kerakli choralar Las Vegasning stratosferasida bor. Do'stlar, hafta davomida biz sizlarga Las Vegasning eng mashhur kazinolarini ko'rsatib beramiz va butun pullarni yo'qotib, bu yerda qolib ketib, qolaversa qo'rqinchli podvollarda yashayotgan insonlar bilan intervyular qilamiz va bunday chiroyli hayot nimalarga olib kelishini biz sizlarga hafta davomida Mr. Otabek TV kanali orqali ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Mr. Otabek TV kanalida va Las Vegasda ko'rishganda ko'rishguncha.